Stop xotin. Xatirdami? Nimaga? Hamman Rossiyadan uzatgan pullar qani xotinjon? Hammasini hisob kitob etib beraman dadasi. Ha, yur oldim atush. Dadajonisi siz ketganda uyimizda tirza yo'qdi, eshik yo'qdi, tomizda shipirimiz yo'qdi. Hammasini qo'ydirtirdim. Ha, indan keyinchi? Yuring. Dadajonisi, birinchi oyligingizdan mol oldim. Ikkinchi oyligingizdan ham mol oldim. Uchinchisiga ham qo'y oldim. Nima uchinchi oylik sal kam? Ha, endi ro'zg'or bor, bachalar bor. Indan keyinchi? Ha, yuring. 4-chi oyligingizdan mana oldim. 5-chi oyligingizdan mana oldim. 6-chisi ham mana oldim oyligingizdan. Bularga qarz oldim. Ha, men Rossiyada 8 yil qor, yomg'irda ko'rib ishlab, ko'ylak, paplin, po'maqda yurman, xotin. 1, 2, 3, 4. Tushunmadim, xotin. Men ketib turganda bachalarimiz soni 3 dan 4-bacha qayerdan keldi? Siz ketayotganda mana ichimda edi, ichimda. Bir ketanda 8 yil ketdingiz. Tonimasam kerak shu bacham meni. Ha, bu ham meni bachammi bu? Ha, sizni bachangiz. Xotini nima qo'yding? Yodgor qo'ydim. Yo'q. Nimaga yodgor qo'ysa hali o'lganim yo'qmi? O'lganingiz yaxshi edi. Bir ketanda 8 yil ketdingiz-a? Tavba. Hay to'xta xotin.